Mana birinchi ramkada ona urib qo'yib yuribdi. Yaxshi, yosh. Karnika zoti. Mana har ozligi hisobiga mana yaqinlashtiring. Bir kunlik, 2 kunlik urug'lar. Shu bahorgi ishlarni birinchisi shu, arni qisqartirish kerak. Qanchalik arini qissangiz, shunchalik ari tez urib qo'yib, tez rivojlanadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Aziz yurtdoshlar, aka-ukalar, bugun birinchi chiqarayotgan videoyim. Sabab biz ham bundan 15 yil muqaddam ikkita oila bilan shu asalariga qiziqib, uyda tabiiy asal yeylik deb 15 yil oldin boshlagan edik ikkita semya bilan. Hozir mana Allohga shukr, bir 5 yil 6 yildan beri shu 42 ta oila bor hozir. Hasanboy 42 ta bormi? 42 ta oila bundan oshig'iga yaramayapti. Endi bitta shuni o'zim qo'ldan kelgancha yangi asallarchilar uchun video qilib chiqarmoqchi bo'ldim. O'ylab o'tirib. Sabab bundan 15 yil oldin o'zim qiylanganman, o'rgatadigan odam yo'q. Arini olganman, ancha qiyinchilik bo'lgan. Undan keyin bir narsa qilib epladik. Keyingi yilga ikkita oilamiz 4 ta, 6 ta, 6 tamikin 8 ta oila qildik. Bu rosa qiyinchilik bo'lib turgan paytda o'zimiz tumanda, Paxlavod tumanida dadamning rahmatli oshnasi bor edi. Ikrom aka deb hozir ham hayot, umriga, rizqiga baraka bersin. Shu kishi sabab bo'lib shu asalarichilik sirlarini qo'lidan kelgancha o'rgatgan. Bir 2 yil, 3 yil arini bo'lib o'zini bilganlarini o'rgatib boshqa qilib bergan asalini o'zimiz olishga harakat qilganmiz. Qolgan kamchiliklarni so'rab, surishtirib boshqa qilib bilib turganmiz. Keyin izlanishda davom etib asalarichilik yanada sirlarini yaxshiroq bilishlik uchun rus tilini yaxshi bilganim uchun rus asalarichilardan YouTube orqali asalarichilik sirlarini o'rgandim. Bir nechtacha asalarichilardan shulardan o'rganganlarimni bo'lishmoqchiman. Yana ta'kidlab aytyapman, yangi boshlagan asalarichilar uchun, qiynalib yurganlar uchun asal olsam, asalari baxsam, qanaqa qilib eplayman ekan degan fikr bo'lmasligi uchun shuni videoni ko'rganlar, boshqalarga ham ulassanglar, asalari qiziqib, qanaqa qilib baqaman deb yurganlar ko'rsa, manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Hozir mana bular 1 2 3 4 5 6 ta ramka bo'lsa, 5 ta ramkada turibdi. 5,5 ta ramkada shuni qisqartirsak, где-то bir 3 ta ramkaga to'g'ri kelsa kerak. Sabab hozir ko'rsataman. Bahorga birinchi qiladigan ish bu. Sabab tezroq rivojlanish uchun endi bundan buyog'iga arini o'rash kerak. Mana misol uchun hozir bunga yayilib turadigan bo'lsa, arilar jinday joyiga shu 5 ta ramkaga ozgina-ozginacha ari to'planib turgan joyga qiladi. Issiq o'ramasangiz arilar hammasini birdaniga isitib olmaydi. Hozir shuni 5 ta ramkani 2 taga yo 3 taga bo'lsak, pastiga doğrulikka mana shu anaqasiga urib qo'yishni boshlaydi. Ya'ni 20 urib qo'yib bo'lgandan keyin 21 kundan keyin hozir bularda misol uchun mana shu o'rtada ozgina bordi hisobiga где-то ozroq ko'payishga nima qiladi, lekin unaqa toshib yonboshlarga mum tortib yormaydi. Qarab turasizlar unga. Ozroq bo'lsa, to'liq bo'lganda hisobiga 21 kunga to'g'ri ko'nglingizni xotirjam qilsangiz bo'laveradi. 21 kundan keyin chiqishni boshlaydi. 21 kundan keyin обязательно shu 18-19 kundan keyin bir qarab turib, iloji bo'lsa shu 1 ramka, yarim ramka qo'shib qo'yasizlar. Hozir shuni men sizlarga qisqartirishni ko'rsataman. Iloji bo'lsa endi kun isib turgan bo'lganda ichini bu qator tozalab olsa yana ham yaxshi bo'lardi. Endi hozir sovuq bo'lib turibdi. Endi iloji yo'q, sovuq bo'lsa ham o'ramasak bo'lmaydi. Mana tagini ko'rsating narsam bu. Arilar qishda qari arilar o'lgan. Shular tozalab olsa yaxshi bo'ladi. Bu arilarga yordam bo'ladi.
Bo'lmasa shuni qiylanib o'zlari tozalaydi. Bunda ham urug' yo'q. Hozir onamni ham sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Ozuqasi yetarli. Chunki kuzda sirop berilgan, vitaminlarga qo'shib. Bu urug' qo'yishni boshlamagan bo'lsa kerak, sabab men qishda o'ramaganman, ochiq holatda turgan bu. Qishda o'rab bo'lsangiz, rasxod ko'payadi. Harakat qiladi. Hozir urug'ga ham kirmabdi. Urug'ga kirmagani yaxshi hozir. Mana hali aytganimdek, mana ar ozligi hisobiga mana yaqinlashtiring. 1 kunlik, 2 kunlik urug'lar. Hozir birinchi ramkadamikin ina. Buni ham qaraylik-chi. Ovqat sirop. Qishda qanday bermaganmiz, oldin berardik ekan. Mana yaqinlashtiring-da. Qochinglar. Mana ular pishgan rasplotlar, bular misol mana chiqish arafasida turibdi. Mana oqarib turganlar, uje lichinkalari, mayda 1 kunlik, 2 kunlik, 3 kunlik urug'chalari turibdi. Mana birinchi ramkada ona urug' qo'yib yuribdi. Yaxshi, yosh. Karnika zoti. Yuribdi. Rasplotlash aytganimdek, mana rasplot ozgina joyda turibdi, mana ko'rasizlar. Shuni hozir qisqartiramiz. Bir qator monni ichini ham oling-da. Mana qishda ancha-muncha ichlar o'ligi bor, mana nimalari bor. Shular tozalab olamiz. Iloji boricha tezroq harakat qilamiz, sabab mana rasplot shamollab qolish mumkin bolalar. O'ramagan yaxshi o'zi. Chunki sekin yalab chiqqan hisobiga o'zi ko'proq urug' qo'yib yuborgan arilar slabiy oilalar qo'yib yuboradi. Kuchli oilalar o'zi asli qo'ymaydi, sabab u qo'ymashidan urug' qo'ymayapti meniki demaylar. Naborot urug' qo'ymasa xursand bo'linglar. Ko'pchilik qishda orasida urug' qo'yib yuboradi. U slabiy oilalar ko'paytirish maqsadida urug' qo'yib yuboradi. Agar birdaniga qattiq sovuq bo'lib ketsa, arilar nobud bo'ladi. Bolani tashlab keta olmaydi. Ovqat bu yerda qolib ketgan bo'ladi. Ovqat yetib boray desa bolasi qolib ketadi. Och qolmasligi yo'lida keyin bular ovqatga qarab yurishni boshlaydi. Yurganda keyin rasplotlar qolib ketadi bu yerda. Endi ashundan chirish kasalliklar kelib chiqadi. Hozir ikkita bo'lsa, mana shu 4 ramka qilsak, adashmasam pastiga da sig'ib borsa kerak, Hasanboy. Mana qarang, hammasida mana ozginadan bor. 4taga o'tib ketsa kerak, zichib ketsa kerak, urug' qo'ygani onaga joy bor. Pastiga doğru qo'yadi. Issiq turadi. Endi lekib turing, bugun mana qo'yamiz. Kaçılır. Tak bo'ldi. Bemalol sig'adi. Yurgani joy bor. Endi mana uni bunga keyin siltib yuboramiz, tozalab olaylik-da. Havo salqin bo'lib ketdi, lekin sizlarga shu bitta semyasini ko'rsatyapman, qolganini bitta qilamiz endi biz. Mana uni hozir siltib qo'ysak, narigi ramkalar o'tib olishadi. Keyin splashni urib qo'yishni boshlaydi. Buni ariga yordamda bu.
Nega to'shab turaveraylik. Hali biz tepani supurganimiz ham yo'q. Bahorda endi chiqyapmiz. Arada qishda ovqat yaxshi bo'lsa, bezovta qilishni umuman keragi yo'q. Tak. Endi o'limchi, siz hushyor bo'lib turasiz. Hushyor bo'lib turasiz. O'limni operatorimizni allergiyasi bor, ariga. Shunaqamidi hazam bor? Yo'q, chaqmasmidi sizni? Biz arini chaqishini sog'indik lekin. Bismillah. Bular hozir qaytib o'tib olishadi. Endi hozir hali ovqat beradigan vaqt bo'lgani yo'q, lekin hozir qo'yib qo'yamiz. Tak. Mana karmushkasiga joy qo'yildi. Endi hozir buni o'zini cho'paklari boshqa cho'pak qilamiz. Endi bu cho'pakni bunday qilib qo'yasizlar. Ari o'tib ketishligi uchun, ari bemalol o'tishligi uchun mana endi o'tasaymiz. Manaqa cho'pakdan ikkita mayga qo'yib qo'yasizlar, sirop beradigan mahalda. Mana ularni yaqinlashtirib qo'yaverasizlar. Sekin-sekin undan bunga o'tib nimasini oladi. Asalini olishib oladi. Kerak bo'lsa. Hozircha o'zida bor. Bular yana ochib yurmaylik deb karmushkasini qo'yib qo'ydik. Uni hali berib bermaymiz o'zi. Tak. Buni ham prosta ichiga tashlab turaveraylik. Bunga alohida o'zini cho'paklari bor, sabab ichiga ari tushib qolsa, buni ham prosta semiz ekan qo'yib qo'yib turaveraylik. Hozir bunday bo'lsa, ari tagidan o'tishi mumkin. Tagi hozircha sovuqroq bo'ladi. Tagidagi litoklarni bekitib qo'yamiz. Endi joylab bo'ldik. Mana 6 ta ramkadan 4 ta ramkaga qisqardi. Buni 3 ta ramkaga qisqartirsak ham bo'lardi, faqat ovqati ko'p ekan, tuxum qo'yadigan joyi ozligini hisobiga 4 taga bo'ldi, lekin 4 tani ham bemalol to'ldiradi, pastiga doğru. Hozir mana ham yuribdi. Endi monondaylar mo tomonga o'tib olishligi uchun cho'paklar qo'yib qo'ydim, ancha-muncha ikkitasi bo'lsa bu tomonga o'tib oladi. Ertaga kun ustiga yana bu qator ko'rib qo'yamiz. Agar mabodo 4 ta ramkada to'liq yotmasa, 3 ta yopib qo'yishimiz mumkin. Endi mana qilib faqat bahor oyida xolos bu salafan. Bahor oyidan keyin mana shunday qilib salafanni o'rab qo'yiladi. Issiqroq bo'lishligi uchun. Bo'ldi, yopamiz. Mana hozir oldi litoylari bahor oyida tagi issiqroq bo'lish uchun, keyin ichidagi ovqatlari kuchsizroq aylanlardiki, kuchli oilalarga bitta ari sig'adigan qilib qo'ysa bo'laveradi. Bo'lmasa polni bekitib qo'ysa ham bo'laveradi. Tagi litogi bekitib qo'yamiz mana. Shu bittadan kirib chiqaveradi. Bittadan kirib chiqaveradi, sabab yana ham issiqroq bo'ladi, keyin tepani yaxshi qo'riqlaydi. Pastni qo'riqlanmagan hisobiga arilar tepada bo'ladi. Tepa issiqligi uchun pastdan kirib turib, haligi mana doskani mo tomoniga olib qo'ygan asalli romkalarimizga mashaqasi bunday oddiy arilar ham nima arilar ham, yot arilar ham, kuchli oilalar, kuchsiz oilalarga hujum qiladi. Tagi litok ochiq tursa, mashinadan kiradi, past bilan yurib turib, doskani bu tomonini qo'riqla olmaydi. Chunki bitta ikkitasi o'tib bu tomonga tashishni boshlagan hisobiga tagi bilan kirib turib, mo tomondagi arisini toshib olib chiqib ketib qoladi, masalan, ovqatini, asalli ovqatini. Bu yerda qo'riqla olmagan hisobiga. Shuning uchun tagidagi litogini ari kuchi kelganga to'g'ri tagidagi litogi yopib turadi, faqat tepaga litok turadi. Endi kunlar rosa islab, mart oyining 15lari o'tganda buni yaqinlashtiringda. Yaqin qilib keling, teshigini ko'rsating. Mana teshigini ko'rayotgan bo'lsanglar, bekitib yuborgan bo'ladi. Bitta bahor buni sekin ochib
teshiklarni kattatirib qo'yamiz. Hozircha shu bitta ari siqadigan qishki rejimida turibdi hozir bu. Ventilyatsiya bo'laveradi. Ammo teshiklar tepada teshiklardan ventilyatsiya bo'laveradi. Mana shu qishin yozin ko'pchilik bekitib qo'yadi. Sabab men ham boshida bekitib qo'yardim. Tinmay arilarning ichidagi ramkalar uyib ketgan, panglab ketgan, ichida shunday suv bo'lib ketardi. Qayerdan chakib o'tyapti ekan bu yangi yashiqlardan deb yuraverar ekanman. Keyin shu rus nimalardan ko'rganda qishin yozin mana shu mana ikkita, orqada ikkita mo'yon boshlarida xullas 6 ta nimasi bor. Dimoxoti bor. Ventilyatsiya aylanaveradi shu. Shu hozircha endi birinchi videoyimiz shu, qo'ldan kelgancha xato kamchilik nuqsonlarini kechirasizlar endi. O'zimning tajribamdan kelib chiqqan holatda bahorga chiqayotgan arilarni qisqartirish jarayonini ko'rsatishga harakat qildik. Endi havo salqin bo'lgani hisobiga keyingi oilalarda ochib nima qila olmadik. Keyingi videolarimizda yana ham savollar bo'lsa kommentariylarga yozsanglar, savollarga iloji boricha javob berishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Shu hozircha keyingi videolarimizda yana boshqa o'zimiz bilgan narsalarni o'rgatamiz. Endi havo hozir yana salqin bo'lib qoldi. Ancha-muncha ko'rganinglardek piyaladek uruv bor. Tashqariga olib, ichini ochib tozalaganimiz hisobiga hali aytganimdek shamollashib bo'ladi. Bir havo salqin bo'lib turgan hisobiga. Shuning uchun qolgan oilalar tegmadi. O'z bugun maqsad ichimiz bir 10-15 ta oilasini qilib olish maqsad bor edi. Endi unga ulgurmadik. Havo Allohda aytgani bo'lar ekan. Ertaga xudo olsa inshaalloh kun isisa. Shu bahorgi ishlarni birinchisi shu, arini qisqartirish kerak. Qanchalik arini qissangiz, shunchalik ari tez urib qo'yib, tez rivojlanadi. Hali katta 5 ta 6 ta ramkada tursa, bega urib qo'ygan hisobiga ari rivojlanish qiyin bo'ladi. Arini qisib ushlasangiz, sekin kengayib ketaveradi. Aytganimdek, oldin videoda boshida 21 kunga to'g'ri qo'rqmasanglar bo'laveradi. Urib qo'yishni boshlagandan keyin 21 kundan keyin chiqishni boshlaydi. Unga do'rlikka ularga misol 3 ta ramka turgan bo'lsa, 4-5 ramkaga nima tortib, yizik tortib yormaydi. Yizik degani bilsanglar, ramkani yonboshiga unaqa o'zlari tortib tashlaydi. Uni keyingi videoda ko'rsataman, yizik nimaligini tushunmaganlar. Ashtaqa paytida ha, bizlarni mumparda qo'yish kerak ekan, buni yangi, yo'qsa sush qo'yish kerak ekan degan belgisi bo'ladi. Shunda ashpatni qo'yib ketiladi. Hali yozgi kunida ham ashaylarga e'tibor bermasanglar, ari zich bo'lib turib urib qo'ygan joy topolmagandan keyin ro'y deb qo'yadi ruschalar. Bizdalik qochish deb qo'yamiz, o'zbekchalar gunohlardan bu. O'sha ari xullas qochadi, quvlab yuradi daralarni olib shu boshqa qilib. Lekin ro'yga chiqqan arilar eng startyor, kuchli, rivojlanishi zo'r, eng apachilar uchadi arini. Tashlarni ushab turib, yashqa solsanglar, bemalol asal sezonga 10 ramka, 12 ramkaga olib chiqadi. Bo'pti. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.